Payg'ambar alayhissalom aytibdilar, bir kishi ko'chada ketayotgan edi. Vajada ghasna shawkin ala tariq. Yo'lda tikonli bir shoxni ko'rib qoldi. Shox-shabada tikoni bor. Fa akharahu. O'sha shox-shabada nima qildi? Yo'lni chekkasiga olib tashladi. Ya'ni insonlar o'tadigan yo'ldan oldi. Fashakarallohu lahu faghafara lahu. Alloh subhanahu va taolo uni qilgan mana shu amalidan rozi bo'ldi va uni gunohlarini kechirdi dedilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilar. Shu ishidan Alloh rozi bo'lib nima qildi? Uni gunohini kechirdi dedilar. Demak, odamlarga ozor bermasin deya oddiy bir shoxni, shabadani olib tashlagan kishini